Quyosh. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Namangan viloyati Mingbuloq tumanida qovun maydonida qovun ekilgan maydonda turibmiz. Bu yerda Azagro preparati bilan VDS bio'g'it bilan ishlanilgan mana nimalar kuzatilyapti. Mana dehqonlar tomonidan bizga shu qovunlarda yiliga 13 turinga zamburug'da yomg'irdan keyin mana bunday zamburug'li bakteriya kasalliklarga chalinish to'g'risida ko'p nimalar berilgan, so'rovlar berilgandan keyin biz shu Azagro preparatini ustidan izlanishlar olib borib, oxir oqibat mana yaratildi va hozir kunda qo'llanilyapti. Barcha qovun, tarvuz, bog', paxta, boshqa o'simliklarga qo'llanilyapti. Hoji tog'a o'zingiz tanishtirib, o'sha nimalaringizni, fikrlaringizni, o'tkazilgan tajribalaringizda kelib chiqib, qanday natija berdi Azagro, VDS bio'g'it qanday natija berdi, shular to'g'risida qisqacha bir ma'lumot bersangiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Men Insofov Mirzavali Xorisovichman. Asli kasbim 45 yildan biringi kasbim mana shu qovun tarvuz, bog'dorchilikda ham ko'p yillar tajribam bor. Lekin biz mana shu qiylanardikki bahor paytida, yog'ingarchilik ko'p bo'lgan paytida mana shu zang kasali, keyin unshuduring, ana shunday kasalliklar bizni dehqonlarni qiynab kelardi. Hozirgi paytida qiylanib mana shu akamiz Jumaniyoz bilan topishdik. Shu odam haqiqatda ham ishlab chiqargan mahsuloti juda bizga qoniqarli bo'ldi. Chunki biz Akrobatda ham ishlab ko'rdik, Germaniyaniki, lekin hali eskilar aytgan-ku, hali uzoqniki nima bo'ladi degan singari, lekin bizni o'zimizda ishlab chiqargan mahsulot juda qoniqarli. Mana hozirgi shu yerda ishlov berilgan joy mana shu aynan zang kasali bilan chalingan barglar, shularni hammasini ishlab chiqqan, men ishlab shularda sepib chiqdim dorilarini. Lekin juda 100% ga javob berdi meni tajribamda. Endi albatta bu dorini sepish uslublari, bu haliga yuzak sepib ketsangiz yuzaki bo'ladi. Yaxshilab sepib, mehr bilan sepib, shu nimasini hamma joylariga tegizib bemalol ishlash mumkin. Bunda hosildorlikka ziyon yo'q. Hosildorlikka hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. Tanalariga, barglariga, hamma tomoniga ham ziyoni yo'q. Faqatgina kasallikni yo'q qiladi. Unshuduring, o'zimizda tilda aytganda haliga kul deymiz. Ana shu kul kasalliklarini ham olyapti. Hozirgi vaqtida biz Jumanazardan minnatdormiz. Rahmat, shunday nima dorilarni ishlash uchun qancha vaqt ketgan bo'lsa, biz o odamdan minnatdormiz. Men lekin bu odam bilan tanisham emasman. Endi ko'rishdik, endi tanishdik shu nima dorisi orqali. Shu bilan men o'zim agronomga mayli boring deb taklif qilganman. Keldi, ko'rdi. O'zini haqiqiy dorisiga ham iqror bo'ldiki, ishondiki, demak shu kasalliklarga meni dorim yarar ekan degan ma'noda mana qandaydir bizga hozir qoniqarli darajada shu dorilarni ishlatdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Bundaqa illat bo'lishini asosiy sababi, bu kelib chiqish sababi. Kelib chiqish sababi bu birinchi nima olinganda yerdan chiqqanda, bundaqa havoda yuqori namgarchilik bo'lganda, o'sha yerda modda yetishmasligidan, buni baklarga modda yetishi bakka o'sha yerda olinayotgan moddalar, mikroelementlarga to'liq yetkamaslikdan bundaqa illat, bundaqa kasalliklarga chalinadi. To'ppa-to'g'ri. Haliga VDS bio'g'iti bilan oziqlantirilganda, suv bilan sepilganda bironta bundaqa illat yoki bundaqa hamakchalarni tashlab yuborish holati bironta kuzatilmaydi. O'sha yetishmay turgan moddalar o'rnini to'liq to'ldirib beradi.
Masalan, azot, fosfor, kaliy solingan bu o'g'itlarga. Albatta. O'sha VDS bio'g'iti yo suv bilan oqizdirilganda yoki bakdan oziqlantirganda azot, fosfor, kaliy o'g'itlar o'zlashtirib beradi. Masalan, azotli o'g'itni o'zlashtirish uchun yerda oltin gurgut, bor, melidin mikroelement kerak. Fosforni o'zlashtirish, solgan fosforli o'g'itlarni o'zlashtirish uchun rug', temir, mis, kaliy, kalsiy va hokazo mikroelementlar kerak. Bu VDS bio'g'itini tarkibida 18 xil turdagi mikroelementlar jamg'armasi bor. Shu o'simlikka shuning uchun tez ta'sir qilib, mana baklarni qalinlashtiradi, bak plastinkalarni kattalashtirib, qalinlashtiradi. Yorug'lik olish, nafas olish, issiqlik olish jarayonini kuchaytiradi. Shu modda to'liq yetib kelib, buni gulga, mana naychalik yetib kelganligi uchun bironta gul ham tashamaydi, shani ham tashamaydi. Mana bunday illat bo'lib qolish holatlardan saqlaydi. Jumanazar, Aka.